Assalomu alaykum. Usta bola kanalining ashaddiy kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bu ishimiz yerda polini suvab berdik. Sement, un, lanilnoy qo'shib. Bu yerda chiroyli qilib suvashimizda mayak qo'yamiz. Mana mayak deyiladi, bilasizlar. Temirdan bo'ladi, bu tunukadan bo'ladi. Temir tunukadan bo'ladi, iborat bo'ladi. Akalar, mana shu yerda hozir kecha quyib qo'yganmiz, bugun pardozini qilib qo'ydik. Mana ko'rib turganinglar, pardozning holati hozir qilinish jarayoniga boraman. Mana usta bola kanali ashaddiy muxlislari, mana mayak manakasiga o'rnatiladi. Mana mayak deylik. Endi keyin buni ustiga sementli laminnoy qo'shib, 3 ta narsani qo'shib qo'yamiz. Va tekis bo'ladi. Yana keyin anaqa nima deydi? Tekis bo'lgandan keyin buni ustiga xohlasangiz parket qilasiz, xohlasangiz kraska qo'yasiz bo'ladi. Tekis bo'ladi-da, xullas. Короче, betonga o'xshagan udur-budur bo'lmaydi u. Tekis bo'ladi. Maza qilib ishlatasiz, demoqchiman. Ham domni, misol uchun mana beton qo'ysak, hozir stashga qo'ysak, stashkani mancha qalinlikda qo'yadigan bo'lsangiz, stashga beton deb nomi bilan beton. Og'irlik bo'ladi, bunda esa yengillik bo'ladi. O'shani evaziga yengilligini hisobiga qilyapmiz bu narsani. Bu narsa hali zo'r bo'ladi hali. Qum sement. Qum yengil o'tiradi, bilasizlar. Shunaqa gaplar. Hozirgi mavzuimiz ikkinchi mikroyon. Mayaqqacha kessanglar, mana mayaqqacha kessanglar 56-maktab. Mana 3-sonli maktabni yonidagi podyezdda ishlayapmiz. Mana bu yerdan kirish bor. Nari tomonda ham xuddi shunaqa kirish joyi bor. Nari tomondan kiryapmiz biz. 3-sonli maktabni bu betidan kirib kelyapmiz. Bu issiqlik manbai, bilasizlar. Ikkinchi mikrayondagi. Mana bu yerda mayada dom tushgan, yangi dom. Ular portlab ketgan dom mayada. Kuzatib turuvchilar, ilgarigi payt portlab ketgan ekan. Buni hokimlarimiz odamlarga gastnitsada yotashish imkoniyatini berdi. Maza qilib gastnitsalardan olishsa kerak. Bilmadim.